Gvardiola alamli mag'lubiyatga nima sabab bo'lganini aytdi. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Futbolist.uz kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Angliya Premyer Ligasining 28-turi doirasida Nottingham Forest Manchester City uchrashuvi juda shiddatli va murosasiz kechdi. Garchi shaharliklar o'yin davomida ustunlik qilgan bo'lsa-da, g'alaba Nottingham Forestga nasib etdi. Callum Hudson-Odoi tomonidan urilgan yagona gol mezbonlarga 3 ochko olib keldi. Bu mag'lubiyatdan so'ng Manchester City jadvalda 4-o'rinda qoldi. Nottingham Forest esa 51 ochko bilan 3-o'rinda ko'tarildi. Gvardiolaning mag'lubiyatga munosabati. Gvardiolaning so'zlariga ko'ra, murosasiz o'yin bo'ldi. Biz Woodga uzatilgan uzun paslarni va raqibning tezkor hujumlarini nazorat qilishga harakat qildik. Biroq ikkinchi bo'limda bir bor xato qildik va Callum Hudson-Odoi bu vaziyatdan foydalandi. Nottingham Forestga qarshi o'ynash oson emas. Ular bu mavsum ajoyib o'yin namoyish etmoqda. Jamoa jadvalda yuqori borayotganini bejiz emas. Gvardiolaning so'zlariga qaraganda, birinchi bo'limda 3-4 ta yaxshi imkoniyat yaratdik, lekin undan foydalana olmadik. Ikkinchi bo'limda esa katta bosim ostida va nisbatan sust o'tdi. Biz himoya chizig'idan hujumga o'tishga qiynaldik, deya xabar beradi.